Taqvo qilgan bandaga Alloh taolo mahrojni beradi dedik. Va man yattaqilloha yaj'al lahu mahraja. Damashqda shu misk degan ko'cha bor ekan, Alloh alam. Tarix bor ekan shu misk deb nomlanishligini. Mana xushbo'y narsani misk deyiladi bizda, mushk deymiz biz. Damashq ko'chalarining birida ana shu salaf solihlarning davrida bir attor yigit bo'ladi. Yoki ana shu arshi malalandirdiku, ko'tarib material sotib yuradiganlarda. Ana shu matosini ko'tarib uymi savdo qilib yuradigan bir yigit bo'ladi. Ko'chalarda ana shu odatiga ko'ra kelib, eshik tagiga kelib, ayollar ko'chaga chiqmaganligi uchun eshik tagiga kelgan ekan do'kon birodarlar. Taqvo qilsa ayollarga magazin eshik tagiga kelgan ekan. O'zlari yurmasa bozorga. Ana shunday savdosini qilib yurgan paytda bir ayolni eshigini tagiga chaqirganligiga quloqiga tushadi va boradi. Borganda ichkariga kiring, ichkariga kirganingizdan keyin olaman deydi. Hali yigit ichkariga kiradi. Hali ayol eshikni shunday bekitadi-da, erim moncha muddatdan beri yo'q, men bilan deydi zino qilasan deydi. Majbur. Nima qilaylik, iloji bo'lmay qoldi deb qo'ymadi. Aytdiki, agar sen chiqib ketaman desang, hozir baqiraman, men uyimga bostirib kirdi, tajovuz qildi, o'ldirmoqchi bo'ldi, zino qilmoqchi bo'lsa, endi o'ldiriladi bu. Zino qilay desa, Allohdan qo'rqadi. Qilmay desa, bu yerda tuhmat turibdi. Mushkulami birodarlar? Bu mushkuladan kim chiqaradi insonni bu o'rindan? Faqat Alloh azza va jalla chiqaradimi? Fattaqulloh va yuallimukumulloh. Va man yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Allohdan qo'rqinglar deyapti. Har qanaqa muammodan chiqib ketish yo'lini o'zim ko'rsataman dedi. Nima qildi yigit? U dedi, bu dedi, dod solaman dedi. Hozir har qanday qilsa bu qiz nima, bu ayol haq bo'lib chiqadi. Chunki ostonasini oqlab o'tganingizdan keyin albatta siz nohaq bo'lasiz. Ming xil yo'lni qilib ko'rdi, lekin bo'lmadi. Oxiri yigit ko'ndi. Xo'p dedi. Men sen bilan zino qilaman dedi. Faqat hojatxonaga bir kirib chiqay dedi. Hojatxonaga kirdi, ana shu yerdagi najosatni olib shunday betlariga, boshlariga surkab chiqdi. Chiqqanda haligini badbo'y hidiga hali ayol eshikni ochib haydab chiqarib yubordi. Yo'qol dedi. Zinodan qutulganligiga, ma'siyatdan omonda qolganligiga hamd aytgancha yurgancha ko'chadan ketdi. Yuzidagi najosat mushka ambarda hidini taqatib turar edi. Birodarlar, bu payg'ambar zamonida emas, keyingi davrda bo'lgan. Bu avliyo, sahoba yoki bo'lmasam siddiq emas, oddiy bitta yigit bo'lgan. Lekin taqvo qildi, Alloh nima qildi? Mahrojni berdimi? Birodarlar, bu amaliy misollar. Endi kitob yozib qo'yganda demaylik, bu bo'lgan ishlar birodarlar. Sahobalar davrida mana musulmonlar Forsni fath qilib borar ekan, Tustar degan qal'ani qamal qilishadi. Juda bir mustahkam qal'a bo'ladi. 6 oy qamal qilib olisha olmaydi musulmonlar. Har xil yo'lni qilib ko'rishadi, lekin imkoniyati bo'lmaydi. Shu derazani ochinglar, ozgina havo kirsin. Ozgina. Ochiq bo'lar ekan, yopib qo'yasizlar. 6 oy qamal qilishadi. Olisha olmaydi. Shunda Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhu amir bo'ladi lashkarga. Bir kishi keladi. Yuziga niqob to'sgan. Men deydi, qal'ani qanaqa qilib ochishni yo'lini bilaman deydi. Men aytgan ishni qilinglar deydi. Qilishadi. Nima deyshadi? Nima deydi? Ana shu qasrning ichiga tosh otadigan palag'moniga o'tkazishadi-da, qilich-pilishini o'zini olib turib otishadi. Tunda uchib qal'aning ichiga tushadi. Devor baland, chiqishni iloji yo'q, kunduzi qamal qilyapti, 6 oydan beri natija bo'lmayapti, ichiga tushdi. Birodarlar, bu Allohdan taqvo qilganligi uchun kelmayaptimi shu ishga? Chunki irg'itganda suvga tushadimi, o'tga tushadimi, dushmanning oldiga tushadimi? Lekin Allohga tavakkul qilganidan, Allohni rozi qilaman degan g'ami borligi uchun shu ishni qildi. Bir qancha muddatdan keyin otishib o'rgandan keyin Allohu akbar deb qal'ani eshigini ochdi, musulmonlar fath qilishdi. Juda katta o'lja tushdi. Shunda Sa'd ibn Abi Waqqos aytdiki, har bitta Ayshadagi jangchini o'ljasini bergandan keyin niqob egasi ham kelsin dedi. Eng katta ulushni shu olish kerak. Chunki 6 oydan beri necha mingta musulmon qilolmayotgan ishni bitta o'zi qilib qo'ydi. Lekin nima uchun Alloh shu imkonni berdi unga? Mana hozir eshitamiz nima uchunligi. Bir necha kun kelmadi hali niqob egasi. Kim? Hech kim bu kishining kimligini bilmaydi. Oxiri amir buyurdi. Niqob egasi kelsin dedi.
amirga itoat qilishlik vojib. Shunda Sa'd ibn Abi Waqqosning chodiriga bir kishi keldi, aytdiki: "Ey Amiral Mo'minin" dedi, "Men u kishining kimligini bilaman" dedi. U kishini deydi, 3 ta sharti bor, shu ishini shartini bajarsangiz, oldingizga kelar ekan deydi. Nima u? U kishini kimligini aytmaysiz ekan. Tarix kitoblariga yozdirmaysiz ekan. Shu Allohning o'ljasi hammi dekin, shu 3 ta shartni qo'yadi, uchala shartida tamomiy ixlos. Birodalar, haqiqatan tarix kitoblariga oltin harf bilan yozib qo'ysa bo'ladigan ishni qildi. Lekin taqvo qilganligi uchun mukofot kutmayapti bandasidan. Alloh uchun qildi. Qabul qildim deganda menman o'sha kishi deydi. Hazrat Umar Sa'd ibn Abi Waqqosdan so'raydi-keyin, xalifa, ayt deganda aytmayman deydi. Bitta Sa'd ibn Abi Waqqos bu kishining kimligini biladi, o'zi bilan go'rgab ketadi u kishining ismini. Hazrat Umar duo qilar ekan. Hazrat Umar birodarlar, tirikligida jannatni biletini qo'liga olgan. Payg'ambar u kishidan rozi bo'lib ketgan. Shayton vokechadan kelsa, Umar kelsa teskari qilib ketadigan Hazrat Umar duo qilgan ekan. Parvardigor qiyomat qoyim bo'lsa, meni niqob egasini yonida tiriltirgin degan ekan. Qilgan ishini yaxshi ko'rganligidan, ixlos, bu tamomiy ixlos bu. Shu qilayotgan ishida Allohga bo'lgan taqvo bo'lgan ekan, Alloh qal'ani eshigini u kishiga ochib bergan ekan. Minglab akalar, minglagan odamlar bozorlarda yuribmiz, rizq degan eshikni fath qilamiz deb ocha olmayapmiz. Bitta taqvodor bo'lsin. Jolut qo'shiniga Tolut qo'shini keldi. 314 ta yahudiylar Shamuel alayhisalom bilan Tolut ismli podsholar tomonidan keldi. 314 ta, milliontadan 8000 tasi chiqdi. Amaliklar bilan urushgan yahudiylardan. U 8000 tadan Urdun daryosini kesib o'tayotganda 314 ta qoldi. 314 ta ana shu Jolutni qo'shiniga ro'para kelganda la taqatan al-yawma bi Jaluta va junudi. Bugun kuchimiz yetmaydi deyishdi. Shunda ichida iymoni bor, taqvodor bandalardan 5-6tasi bor ekanki, "Ey, tizzalar qaltiramasin. Qancha oz jamoalar katta jamoalarni Allohning izni bilan yenggan. G'alaba son bilan, qurol bilan bo'lmaydi, taqvo bilan bo'ladi" deb turdi. Shunda Jolut chiqdi nariyadan, kofirlarning kattasi. Kim men bilan yakka-makka olishadi? Hech kim chiqmadi birodarlar. Bo'yi ham yo'q onida. Qurol aslahasi ham joyida edi. Bu Banu Isroil kichkina edi bo'yi hammasini. Qurol aslahasi ham yo'q edi. Necha ming kilometr yurib kelgan edi. Kim men bilan chiqadi deganda 16 yashar yigit chiqmadim birodarlar. Men dedi. Taqvo qilgan uchun chiqdimi? Milliondan 8000 ta. 8000 dan 314 ta. 314 dan 20 ta. 20 tadan bitta taqvoga loyiq odam bor ekan, 3 ta toshni otib o'ntarib berdi Alloh taolo. Birodarlar, biz pushka bilan otib ocha olmayapmiz u rizq degan darvozani. 24 soatlab hujum qilyapmiz, ocha olmayapmiz u eshikni. Taqvo qilaylik-da, bitta odamni nima qilgan harakat bilan ochiladi Alloh bersa. Taqvo birodarlar. Xo'p, bu erkak kishilar. Ibrohim alayhisalom ayoli Hojarni emizig'ini Ismoil bilan Bakka degan vodiyga yetalab keldi. Ha? Eslaylik shu qissani. Yetalab keldida, turinglarmadi dedi, shavqasini qilib ketdi. Shunda Hojar ona aytdiki: "Ey Ibrohim, bizni tashab ketasizmi shu yerga?" dedi. Indamay ketyapti. Bir dona bolasi, 85 ga kirganda ko'rgan bir dona bolasini o'limga tashab ketyapti. Hozirda ham Makka shahri bo'lmagan. 2 marta so'radi, indamadi. 3-marta Allohu amaraka bi hada. Yo, Alloh buyurdimi sizga bu ishni dedi. Dedi Ibrohim alayhisalom ha dedi. Izan lan yuzayyana Alloh dedi ayoli. Alloh buyurgani uchun qolsak, unda bizni zoya qilmaydi, shavqasiga qaytdi. Yurakdagi quvvatni qarang. Erkaklarga ibrat bo'ladigan darsda aytdi. Allohning buyrug'i mushada qolsa dedi. Shu harom pulni olmasam Alloh mendan rozi bo'ladimi? Bo'ldi, olmadim deganda. Bizni sho'rga borib tashlab olmayapmiz kim birodarlar. Faqat savdoda nima qilma deyapti, yolg'on gapirma deyapti. Rizq haqida ham qilma deyapti. Mukofot qanaqa bo'ldi? Mukofotda ichib ko'rdinglar hammalar birodarlar, Zamzam degan suvda. Makka degan shaharga borib ko'rdinglar birodarlar. Taqvo qiluvdi. Alloh ko'chada qo'ydimi bu zaifani? Zamzam suvini chiqardi, Jurhum qabilasi keldi, Makka degan shahar paydo bo'lmadimi? Nimani mukofoti bari bular? Taqvodimi?
Abdulloh ibn Huzofa Sahmiy. Mana sahobalardan. Rumga musulmonlar qo'shin tortib borganda asir tushadi. Asir tushadida ana shu Rumning podshosi bu musulmonlarni deydi payg'ambarga bo'lgan muhabbati juda qattiq ekan. Bir sinab ko'rmaymizmi? 5-6tasini olib kelinglar dedi. Olib keldi. Abdulloh ibn Huzofani olib keldi. Haligi imperator shunday qarab turdi-da, bitta taklif bor dedi. Asir tushgan musulmonga bitta предложение bor deyapti. Xo'sh deydi Abdulloh. Diningni qo'yasan deydi. Meni dinimga o'tasan, seni omon qoldiraman. Desa yo'q deydi. Bo'lmasam o'lasan desa, o'shini deb kelganman bu yerga deydi. Bo'lmasam deydi, yana bitta taklif bor deydi. Olib borishadi, devorga qo'yib, buyuruydi kamonchilarga. Kamonni shunday otinglarki, yoniga kelib sayilsin, cho'chitinglar. Olib boradi qo'yishadi, otishadi, oyoqlarini oldilariga, kallalariga sayladi, olib keladi. Yana bitta taklif bor deydi. Xo'sh deydi. Diningni qo'yasan deydi. Meni dinimga o'tasan deydi. Senga juda katta pul beraman deydi. Va qo'yib yuboraman deydi. Xohlamaydi. Yana bitta taklif bor deydi. Vazirim bo'lasan deydi. Birodarlar, ushbu paytdagi Vizantiyskiy imperiya, mana Rum deganda Rimskiy imperiyani tushunmaylik. U burun bo'lgan, Iso alayhisalom davrida bo'lgan Rimskiy imperiya. Rum, Vizantiyskiy imperiya bu. Turkiyaning territoriyasida bo'lgan. O'sha davrdagi eng kuchli imperiyaning bitta imperatori vazirim bo'lasan deyapti. Faqat pul bermayapti, biz qo'llagan faqat pulni emas, amalni ham beryapti desa, unamaydi. Unda o'ldirib yuboraman seni deydi. Shuning uchun keldim deydi. Shunday ko'zini oldida bir qancha musulmonni olib kelib turib, qozonda qaynab turgan yoqqa shunday tashlashib yuboradi tirikligicha. Qovjirab, suyagi terisidan go'shidan ajrab ketadi. Abdullohni olib kelib tashlashmoqchi bo'lganda yig'lab yuboradi Abdulloh. Podshoga kelishadi, yig'lab yubordi deydi. Sindi deydi. Olib kellarchi deydi, olib keladi. Nima bo'ldi? Talabimga ko'ndingmi? Qo'rqdingmi desa, yo'q deydi. Hali ham o'sha gapimga qo'rqmadim deydi. Nima qurib ketgan, nima yig'lading unda desa aytadiki, nima yig'ladim aytaymi deydi. Hozir meni oldimdan burun bitta musulmonni tashlading, shunday qovjirab go'shi suvidan ajrab ketdi. Hozir meni ham tashlashadi, men ham Alloh yo'lida bitta jonimni beraman, shu bilan Alloh oldiga yetaman. Nimaga yig'ladim? Nimaga bitta jonimni berib Allohning roziligiga yetishamanmi? Nimaga jonni mingta emas, mingta jonimni bermayman Alloh yo'lida? Bitta jonimni beraman Allohning roziligiga deb jonimni bittaligiga yig'ladim deydi. Taqvo birodarlar. Bitta ish qilsang deydi, qo'yib yuboraman seni deydi. Podsho qoyil qoladi. Peshanamdan bitta o'f qo'y deydi. Senda qolgan bitta peshanamdan o'f qo'ysin deydi. Peshanamdan o'f qo'ysam, qolgan asir tushgan musulmonlarni ham qaytarib yuborasanmi deydi. Qaytarib yuboraman. Abdulloh aytadi keyin, o'ylab ko'rdim deydi. Bitta mushrik bir nasroniyni peshanasini o'f qo'ysam, hech narsa bo'lmasa kerak deb peshanasini o'pdi. Podsho ana shu asirlar bilan qo'shib jo'natib yubordi. Hazrat Umar eshitganda aytdiki, har bitta musulmon dedi, Abdullohning peshanasini o'pishlik kerak. Birinchi bo'lib men o'zim o'paman dedi. Birodarlar, taqvo qilsa Alloh taolo yo'l ko'rsataverar ekan. Shu kuni o'lmay qolishini Alloh taqdir qilgan ekan. Dinida sobit turuvdi ham o'lmadi. Agar mushrik bo'lib ketganda ham o'lmasdi ekan. Alloh taolo dushmanlarning makr hilasidan omonda saqlaydi dedik. Hajjoj ibn Yusuf mana qonxo'r xalifalardan bo'lgan. Juda ko'pchilikka zulm qilgan. Ana shu o'zini shahrida katta bir qasr quradi, katta bir bino qurib, nohata bir ziynatlar bezab qo'ygan paytda aytadi, "Moqtaylar buni" deydi hammalar deydi. Shu yerdan keyin bari Hajjojdan qo'rqqanlar saroyni maqtab ketishadi. Binosini qarang, ustunini qarang, kalvagiga qarang, peshqarasini qarang, juda maqtaydi. Shunda Hasan Basri shunday turadi-da, sizlarga voy bo'lsin" deydi. Firavn bundan ham kattaroq qurgandi deydi. Firavn bundan ham mustahkamroq qurgandi. Juda yomonlaydi shu qilgan ishda. Hamma dahshatga tushadi. Hajjojga bu gap yetgan paytda senlar deydi, bitta Hasan gapirsa gapini qaytarisha olmadingmi? Shuncha ham bo'lib turib, Hasanni qonini ichiraman ham menga deydi. Chaqirtiradi qatl qilishlik uchun. Hasan Basri kelganda Allohga tavakkul qiladi, taqvodor banda bo'lgan. Mushkuliga kelyapti. Mushkulidan qanday chiqaryapti Alloh? Kelishligiga chopaman, otaman degan Hajjoj qo'sh qo'llab, ikki qo'llab kutib, to'riga o'tkazib, bir pera choy berib, muomalasini zo'r qilib chiqarib yuboradi qaytarib birodarlar.
Ahmad ibn Hanbal Qur'onni maxluq deysan deb xalifa majbur qilgan paytda, unamasdan maxluq emas, Allohning kalomi degan paytda o'limga hukm qiladi. Olib kelgunga qadar Ahmad ibn Hanbalni qatl qilishlikka xalifa o'zi o'lib qoladi. Bu mushkullardan kim chiqaradi, birodarlar? Bu amaliy ko'rinishlari bu. Biz nima qilaylikki, biz taqvo qilib hayotimizni ko'rmayapmiz shu natijasini. O'shuning uchun quruq gapga o'xshayapti nazarimizda. Zamonamizda bo'lgan birodarlar, Ahmad Kishki, Abdulhamid Kishki, ikki ko'zi ko'r bo'lgan olimlardan bo'lgan, Misrlik bo'lgan. Shu kishini qamashgan, dini uchun azoblashgan. Shunday azoblashganki, itni kirgizib olgan, quturgan itni. Kirganda hali it Abdulhamid Kishkida tolashga deb mo'ljallangan it tegmaydi u kishiga. U kishi namoz o'qiganda yonboshga o'tib turadi. Abdulhamid Kishki ovqat olib kelgan paytda yarim ovqatini itga surib beradi, sindirib nonini. It yemay surib qo'yadi Abdulhamid Kishkining oldiga. Buni ana shu qo'riqchi bo'lgan, keyin mana shu ishdan pushaymon bo'lgan soqchilar gapirib bergan bu narsani. Abdulhamid Kishk bavul qilsa, siydigini yalab kunni o'tkazgan it. Hattoki it uni tolamayotganligini ko'rganda, soqchilar olib chiqib ketgani kirganda it Abdulhamidni himoya qilib ularga tashlanadi. Birodarlar, taqvo qilganda Alloh taolo mana shunday bir kalomatini ko'rsatib qo'ygan. Bu mana shu biz 20-asrda bo'lgan ishlardan. Agar u yoqda uzoqda bo'lgan desak, mana kechagi bo'lgan davrlar, birodarlar. Har qanday mushkullardan Alloh chiqargan. It olib chiqib ketishga kirganda it tashlanib turib olganda Abdulhamid itinga aytdi, "Bu sizlarning itinglar" deydi. Shunda Abdulhamid bir og'iz gapiradi, "Ey Allohning mahluqi, chiqib ket." Chiqib ketyapti, itni yig'laganini rivoyat qilishadi, birodarlar. Ko'zidan yosh oqqanligini mana shu soqchilar rivoyat qiladi. Bu nimaning belgisi? Taqvo qilinglar debdi Alloh. Har qanday mushkuldan chiqarib, biz bor yo'g'i shu pul uchun taqvo qilib qo'ysak ham katta gap bo'lyapti. Bu pul melichidi, birodarlar. Haligi yog'och usta randani stanogiga yog'och haydayotganda to'pon tushadi tagidan. To'poniga qiziqib randalaydimi yoki romi tekis bo'lishi randalaydimi? To'pon uchun randalayotgan duradgor ahmoq bo'ladi. U xolamasa to'pon unga qoladi, tushadi. Zo'r to'pon chiqyapti deb turib. Biz Allohni rozi qilishlik uchun taqvo qilaylik-da. Bu rizq melich, birodarlar. Mayda arzimagan narsa, lekin shuni boshimizga kiyib olganmiz problema qilib. Tushundinglarmi? Rizq uchun taqvo qilmaylik biz. U o'z-o'zidan keladigan narsa. Hali velosiped debsiz pedal aylanadi-yu. Dastlab o'tirgan bola pedal aylanganiga qarab borib velosipedni tumshug'ini devorga soladi. Chunki aylanganiga qiziqadi. Oldiga qarasin, bu aylanadi o'zidan o'zi. Biz o'ylanadigan narsa emas rizq bu. Taqvo qilinglar, men o'zim o'rgataman deyapti Alloh azza va jalla. Inna akramakum indallohi atqakum dedi Alloh taolo. Allohning huzurida sizlarda eng hurmati balandinglar, Allohdan ko'p taqvo qilganinglardir. Mana birodarlar, bu Alloh esimizga solgan ba'zi narsalar. Agar tarixni gapiradigan bo'lsak, qaraydigan bo'lsak, to'lib yotibdi. U tarixda nomi tarix kitoblarida qolgan kishilar taqvo qilgani uchun kitobda qoldi ularda. Nima demadinglar? Qancha podshohlar, qancha bir boyvachchalar kelib ketgan. Ularda atana bola chaqasi ham islamaydi kerak bo'lsa. Lekin taqvo qilganlarda Alloh taolo mana shu o'zining kitobida yozib zikr qilib qo'ydi. Bu sahobalar, tobiinlar, olimlar gapni indallosi akalar. Taqvo qilaylik-da. Rizq bu ko'plab keladigan narsalarning qatoridagi bitta narsa. Lekin shuni pesh qilib gapirishga to'g'ri kelyapmiz. Taqvo qilsanglar ishlaringiz yurishadi deyapmiz. Gaptimda postkalasi. Demak taqvo qilsam ishlarim yushar ekan deb turib taqvo qilsa ham ajamas keyin tushunib qolsa taqvoda. Fattaqulloha yazidkum quwwatan ala quwwatikum va la tatawallaw mudbirin. Mana Hud alayhisalom aytadi, "Ey qavmim, Allohdan taqvo qilinglar" deydi. Quvvatinglarga quvvat qo'shadi deydi. Quvvatinglarga quvvat qo'shadi. Albatta ikkita tuxum yeymiz. Kuchliroq otimiz. Nima qilmaslik uchun? Charchab qolmaslik uchun. Saharlikda ko'proq yeylar, birodarlar. Yong'oq yeylar ikkita ovqatdan keyin. Xilma-xil taomlar yeylik. Nima uchun? Qiylanib qolmaylik, charchab qolmaylik, iligimiz uzukib qolmaylik.
Taqvo qilaylik-da, birodarlar. Saharlik qilmasiz ham qoningiz to'g'ri yuraveradi. Kim to'g'izadi qorinda? Biz ovqatga suyanmaylik qonimizni tikka turishlikka. Biz pulimizga suyanmaylik hayotdagi problemalarni hal qilishlikka. Taqvo qilaylik, Alloh taolo hamma narsani o'zi hal qilib beradi. Mana Alloh taolo mana shu oyat bilan tugatamiz. Agar ular dedi Alloh taolo Tavrot va Injilni qoyim qilishganida deydi mana shu Banu Isroil. Oyoqlarining ostidan ham baraka kelardi, ustlaridan baraka kelardi, lekin inkor qilishdi. Shu qilgan ishlar tufayli bizlarni azobladi deydi. Alloh taolo birga bo'ladi taqvodor bandasi bilan Nahl surasi. Alloh taolo muhabbati bo'ladi bandasiga, taqvodorlik bandasiga Tavba surasi. Alloh taolo do'st bo'ladi bandasiga, taqvolisiga Josiya surasi, Anfal surasi. Ishlarini yengil qiladi Alloh taqvoli bandasini Taloq surasi. Gunohlarini kafforat qiladi Taloq surasi. Xavf va xatardan Alloh omonda saqlaydi A'rof surasi. Yaxshi amallarini faqat taqvodordan qabul qiladi Moida surasi. Osmoni yerdan barakani yog'diradi A'rof surasi. Dushmanlarning makr-hiylalarini o'zi nari qiladi Oli Imron surasi. Ilm beradi Baqara surasi. Najot beradi Alloh taolo Maryam surasi. Jannatni beradi Alloh taolo Naba surasi va xayrli oqibatni beradi Alloh taolo Toha surasi. Har bittasiga birodarlar Qur'ondan oyat bor. Hujjati eng kuchligi bu. Gap qisqasi taqvodor bo'laylik. Ikki dunyomiz obod bo'lishini xohlaydigan bo'lsak. Undan boshqa